Olib. Bo'v. Nima qilsan? Nima qilaman? Namini uvoli bor. Kerak paytda ishlatib, kerak emas paytda o'chiradi. Sochimni to'g'rilayman, maylimi? Kallang bormisan, nima ish qilayotganingni bilasanmi? Hop, boshingni chaqib qo'yingmi hozir? Kerak bo'lganda ishlatamiz, kerak emas bo'lganda esa o'chirib qo'yiladi. Ba'zida esa siz ko'rganingiz kabi haddan ziyod ko'p ishlatib, isrof ham qilib yuboramiz. Bir qarashda bu jarayonlar ko'zimizga juda ham oddiy ko'rinsa-da, lekin o'z vaqtida odamlar suv ta'minotini o'z uylariga yetkazishning qulay usullarini o'ylab topgunlarigacha minglab yillar kerak bo'lgan. Keling o'tmishga nazar solib, suv ta'minoti tizimi qanday rivojlanganini ko'rib chiqamiz. Qadimgi sivilizatsiyalar suvni saqlash, tashish va tarqatish usullarini takomillashtirib, bugungi zamonaviy quvurlar tizimining asosini yaratgan. Qoyil, tasavvur qilinglar, birinchi bo'lib suv ta'minot tizimlari miloddan avvalgi 4000-yillarda qadimgi Mesopotamiya va Misr hududlarida rivojlangan ekan. Qadimgi Misrda esa Nil daryosi suvini shahar va qishloqlarga tarqatish uchun loy va tosh quvurlardan foydalanilgan. Miloddan avvalgi 500-yillarda qadimgi Rim imperiyasida rimliklar tog' va daryolardan shahar markazlariga suv olib kelish uchun katta tosh kanallari va akvaduklar barpo etganlar. Bundan tashqari Rimda ichimlik suvini tarqatish tizimi ancha rivojlangan bo'lib, qo'rg'oshin va kulolchilik quvurlari yordamida uylar va jamoat qamoqlariga suv yetkazib berilgan. Shaharlar tez rivojlangani sababli suv yetkazib berish tizimlari murakkablashdi va suv nasoslari stansiyalari qurila boshladi. Suvni filtrlash va tozalash texnologiyalari paydo bo'la boshladi. Bu esa ichimlik suvining sifatini yaxshiladi. Bugungi kunda esa suv ta'minot tizimlari ancha rivojlangan bo'lib, quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi. PPR, PVC va boshqa turdagi plastik quvurlar. Ular zanglamaydi, chirimaydi, suvni zararlamaydi va uzoq muddat davomida sizga ishonchli xizmat ko'rsata oladi. Suv ta'minot tizimlari qadimgi davrlardan hozirgi kungacha juda katta rivojlanish bosqichlarini bosib o'tdi va yanada samarali va ekologik toza bo'lishida kundan kunga yangi texnologiyalar o'ylab topilmoqda. Ma'lumotlar foydali bo'lsa, albatta like bosing. Ko'proq odamlarga yetib borish uchun esa do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring va albatta barchamizning burchimiz bo'lgan suvni asrash va isrof qilmaslik esdan chiqmasin.